Namangan viloyat hududida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Kosonsoy tumanida noqonuniy diniy ta'lim faoliyatini tashkil etgan shaxsning qonunga xilof harakatlariga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Kosonsoy tumanining Sheroziy mahallasida yashovchi fuqaro o'z xonadonida 10 nafar voyaga yetmagan bolaga moddiy manfaat evaziga amaldagi qonunchilikda belgilangan tartiblarni chetlab o'tgan holda diniy ta'lim berib kelgan. Mazkur holat yuzasidan Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 229-2-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, noqonuniy diniy ta'lim olgan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi asosida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, belgilangan tartibda ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan noqonuniy diniy ta'lim faoliyatlariga qarshi kurashish, voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash borasidagi amaliy ishlar davom ettirilmoqda.